Ustoz, hayit bayramga ham ozgina qoldi. Ota-onaga qanaqa sovg'alar olay, qanaqa sovg'alar tavsiya qilasiz? Hayit bayramiga ota-onangizga sovg'a bermoqchisiz. Shunaqa. Zo'r. Rasasiz bopi borda. Mashina tushsizlar ko'rsataman. Mana, sovg'ani zo'ri. Bu oyoq massaj qiladigan apparat. Agar buni ota-onangizga olib bersangiz, ota-onangiz bir xilda ikkilalar mazza qilib foydalanishadi. Oyoqlarini ham og'riqlarini ketkizib, razasiz duo qilishadi. Rosa bayram bob sovg'a olmalaydi. Ustoz, bu sovg'ani qayerdan olsam bo'ladi? Shogird, buni qiyin joyi yo'q. Quyidagi telefon raqamlariga telefon qilasiz, sizga to'liq ma'lumot berishadi, sotib olasiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi ham bepul. Maza qilib ota-onangiz foydalanishadi. Davlatni topgaysan, ota-onang topilmaydi.